Urganch shahrida joylashgan BB Shop do'konidagi navbatdagi yangiliklarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Hozir Dilfuza akamiz ma'lumot berib o'tadi. Assalomu alaykum Dilfuza aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qarang, bizda hozir 115 ming so'mdan ishining go'ynaklarimiz, yangi go'ynak ishtonlarimiz bambuk 46 dan 52 gacha, 100 ming so'mdan 46 dan 56 gacha doğru keladi go'ynak ishtonimiz ham. Keyin 105 ming so'mdan 48 dan 52 gacha. 150 ming so'mdan natural kabimiz. Natural kesi 150 ming so'mdan 46 dan 50 gacha. Tushunarli. Keyin bularimiz ham 105 ming so'mdan. 105 ming so'mdan. 105 ming so'mdan. Xullas, opa-singillarimiz biroz yangiliklarga ushbu videorolikka to'liq obzorni biz YouTube'dagi Saidxon kanalimizga joylashtiramiz va yana bir yangilikni aytib o'tmoqchimiz. BB Shop do'koniga kelib, xohlagan turdagi go'ynakni xarid qiladigan bo'lsangiz, Latatroni o'zlaringiz telefon nomerlaringizni tashiysiz, xudo xolasa Instagram profillarimda 30 mingta obunachi yig'ilgandan keyin mana shu ko'rib turgan qimmatbaho sovg'alarni egasini aylanishlaringiz mumkin bo'ladi. Albatta BB Shop do'konini Instagram profilini obuna bo'lib qo'ygan bo'lishlaringiz kerak. Obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Xayr, sog' bo'linglar. Urganch shahrida joylashgan BB Shop do'konini manzilini tushuntirib beradigan bo'lsam, diqqat bilan eshitinglar. Oldimizda Urganch Xanqa yo'li bo'ladi. 9 oxirida aytiladi, obunachilar 9-avtobusga o'tiradigan bo'lsangiz, to'g'ri sizlarni BB Shop do'konini dik oldinda tushiradi. Salarroqda Baby Med klinikasi, bu yoqda tushmaysizlar, lekin obunachilar Baby Med klinikasi Urganch shahar prokuraturasidan o'tib kelasizlar, obunachilar toza domliqlar bo'ladi, ko'p qavatli uylar. Shulardan o'tasizlar, obunachilar yo'lning ustida ko'rinib turibdi. 3 qavatli binolarning birinchi qavatida joylashgan bo'ladi.